Tez tibbiy yordam xodimlari uchun har soniya inson hayotini saqlab qolish imkoniyati. Har bir chaqiruv bizdan yuksak mas'uliyat, tezkorlik va vaqt chegarasidan o'tishni talab qiladi. Ammo inson hayoti uchun kurashayotgan har bir lahzada tibbiyot xodimlarining xavfsizligi ham muhim. Axir navbatdagi chaqiruvga borganda manzilda qanday holat kutayotgani aniq emas. Ekranlaringizda ko'rayotgan ushbu jarayonlar esa uydirma emas, balki ayni kunlarda tibbiyot xodimlariga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklar aks etgan kadrlar. Har birimizda ushbu lavhalarni ko'rib bir savol tug'iladi. Navbatda kutib turgan chaqiruvga tez yordam xodimlari vaqt oralig'ini yengib o'tishi, og'ir ahvoldagi fuqaroga yordamga shoshishi kerakmi? Yoki shaxsiy xavfsizligini ta'minlash uchun vaqt yo'qotishi kerakmi? Bugun esa buning javobi aniq. Endilikda tez tibbiy yordam xodimining xavfsizligini kuchaytirish maqsadida mobil planshetlarga qo'riqlash xizmatining so'z tashvish tugmalari o'rnatilmoqda. Har qanday xavfli vaziyat bo'yicha xabar to'g'ridan to'g'ri tezkor harakatlanuvchi guruhga brigadaning aniq manzili bilan kelib tushadi va jangovar vazifa sifatida tibbiyot xodimlarining xavfsizligi ta'minlanadi. Har bir chaqiruv ortida umid bor. Har bir shifokor ortida esa ishonchli himoya bo'lishi shart. Biz bir maqsad yo'lida xizmat qilamiz. Inson hayoti, xavfsizlik va ishonch uchun.